Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz va qadrli ko'ruvchilar, Oqsoy kanaliga ko'plar xush kelibsizlar. Men Misbahullo Mirzao'g'li. Bugun sizlarning huzurlaringizdaman. Oqsoy kanalini ijod etishdan murod mana ko'rib turibsizlarki, bugungi dunyoda texnologiyaning qancha ilgari ketganini va ayni holda yangi tillarni bilish qancha bizlarga alohida imkoniyatni yaratishda, maxsusan inglizcha tilini o'rganish bizlarga qancha imkoniyatni yaratishni ko'rib turibmiz. Bugun haqiqatdan o'tmasa inglizcha tili, ya'ni dunyo tili bo'lib qolgan. Ya'ni dunyoni 80 ila 90 bugun mana shu tilda o'z qiyinchiliklarini hal qiladi. Va texnologiya tili bo'lib qolgan bugun inglizcha tili. Mana shu asosga biz mana shu kanalda boshqa do'stlarning yordami bilan va ularni mashvarasi bilan shu kanalni ijod etdik. To'g'ri bo'lsa, shu kanal orqali biz o'z xalqimiz bilan irtibotga bo'lsak va yangi tillarni ularga o'rgatsak va ulardan biz o'rgansak. Necha maxsus kanalda hadaflarni sizlarga bayon qilaman. Umidki siz biz bilan bu yerda yo'l yo'ldosh bo'lsangiz. Birinchidan inglizcha tilini tadris qilamiz. Alifdan to yogacha, ya'niki ibtidodan to olitarin levelgacha tadris qilamiz. Yoniga riyozatda tadris bo'ladi, ustozlarimiz tadris qiladi. Va keyin biz jamiyatda bo'lib turgan muammolarni sizga taqdim qilamiz. Iqtisodiy muammolar, ijtimoiy va farhangiy muammolarni biz shahorlarda, qishloqlarda timlarimiz boradi, ko'radi, xalqimizning qiyinchiliklarini mana shu kanal orqali sizlarga yetishtiramiz. Va ayni holda biz bu yerdan komediya videolarini yaratishga talosh qilamiz. Yaxshi videolarni yaratsak, to'g'ri xalqimiz mana doimo qiyinchilikka oz mana shu videolarni ko'rib biroz xursand bo'lsalar. Uni davomida biz islomiy ma'lumotlarni mana shu kanal orqali sizlarga tarqatamiz. Qur'oni Karim tilovati bo'lsin, Qur'oni Karim tarjimasi bo'lsin, ma'nosi, ya'ni hadis shariflar va islomiy nasihatlar, axloqiy nasihatlar bo'lsin. Umuman ko'sh qilamizki, mana shu kanal orqali biz umumiyatlarni tarqatsak, to'yinki ko'ruvchilarimiz foydalansa va biz ham qilgan bo'lsak, xalqimizga mana shu kanal orqali biroz xizmat qilgan bo'lsak. Umid qilamizki, hammamiz bir-birimiz bilan irtibotga bo'lsak, mana bizlarni mana shu kanalga emaillarimiz, shimol telefonlarga qo'yilgandi. Sizlardan har peshnod bo'lsa, intiqodot bo'lsa va nazariyalaringizni yetishamiz. Hamma bizning hadafimiz bu, bir-birimizga yordam etsak. Ya'ni biz bilmagan yerni sizdan so'raymiz, siz bilmagan yerga biz ko'shib qilamizki, yo'l ko'rsatsak, bir-birimizni qo'ldan tutsak, biz qolamizki, ko'proq muvaffaq bo'lamiz bizga. Va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan bir hadis borki, har kim bilganini bir tadiga o'rgatsa, darhaqiqat u sadaqadir. O'shadan, chunki bugun ko'rib o'tiribmiz, huzuriy sinflarni davom qilishni biroz masariflari ko'proq va ayni holda ko'p insonlarni bir yerga araya qilish imkoniyati ko'p oz bo'lib qolgan, mana qiyinchiliklar haqiqatan ko'p bo'lib qolgan. Va alhamdulillah bir tomondan internet hammaga bor va har kim qiladiki o'z o'ltirgan o'yidan qilolsaki sinflarga huzur topsa, qilolsaki mana shunday tarqatilgan videolarni ko'rib foydalansalar. O'sha jihatdan bugun haqiqatan ko'p xursandmanki, mana bunday bir kanal ijod bo'libdi. Va umidki sizlar ham shunday xursand bo'lib, biz bilan birga yordam bersangizlar. Xayr-omon qolinglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.